Astmaga dori aytmadingiz. Prednizolon yedim, u ham kuchi yetmay qoldi. Astmani davosi haqida to'xtaladigan bo'lsam, astmani davosida ishlatiladigan dorilar asosan shartli ravishda 4 ta guruhga bo'linadi. Birinchisi bronxial astma xurujlarida ishlatiladigan dorilar. Bularga salbutamol, efilin kabi nafas yo'llarini ochadigan dorilar kiradi. Keyingi qatorga ingalyatsion glukokortikosteroidlar kirib, bularga flutikazon, budesonid, beklametazon kabi preparatlar kiradi. Bu preparatlar to'g'ridan-to'g'ri nafas yo'liga ishlatiladi va astmani nazorat uchun foyda beradi. Qolgan qator preparatlari bu biologik preparatlar bo'lib, bular ham astmani nazorat uchun ishlatiladi. Bu preparatlarga mepolizumab, omalizumab kabi preparatlar kiradi. Bular albatta yuqorida aytganimizdek biologik yo'l bilan olinadi. Astma kelib chiqishiga asosan 90% dan yuqori holatda allergiya sabab bo'lgani uchun 4-davo metodimiz xuddi shu yo'liga asoslangan, ya'ni allergen spesifik immun terapiya. Sabab bo'layotgan allergenni aniqlab, prick test orqali, skarifikatsion usullar orqali aniqlab, xuddi shu allergenni o'z asosida organizmda tolerantlik paydo qilishga asoslanadi.